Bizning bu bemorimizni tarixi ko'p biza hamyurtlarimizga o'rnak bo'la oladi. Sababi bemor hech narsa bezovta qilmasdan tekshiruvlar o'tkazgan. Men o'zimga bir dam beray, lechena qilay deb UZIga bordim. Ponni analiz qildim. UZIdagilar shu chap yuragingizda nimadir bor, buni urologga ko'rsating deyishdi. Ammo 3-4 kun beparvo bo'ldim. Keyin sanatoriyaga bordim. Sanatoriyaga borsam, edan qaytarib yubordi. Bizni fizioterapimiz bunga to'g'ri kelmaydi. Urologga boring dedi. Men yana urologga bordim. Urologga borib ko'rsatsam, siz onkologiyaga bir borib uchrab qo'ying dedi. O'zimizda Namanganda onkologiyaga bordim. Endi doktorlar ham tashxis qo'yib, aniq bir narsa degani yo'q, lekin bizning kasalimiz bo'lishi mumkin dedi. Keyin men bu yoqqa qarab, Toshkentga qarab keldim. Tomografiya qildik. Aha. Tomografiyada o'simta bor deb. O'simta bor dedi. Shu tekshiruvlar mobaynida chap pochkasida o'simta topilgan. O'z vaqtida bizga murojaat qilib, operatsiyalarni o'tkazdik. Operatsiyalarimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Operatsiyalardan keyingi tekshiruvlar chap pochkani normal ishlayotganligi va analizlarni полностью normallashganini ko'rsatdi. Bizni o'tkazgan laparoskopik operatsiyamiz bemorimizni hayot sifatini yomonlashtirmadi va 1-2 haftalik parhezdan keyin o'zlarini oddiy hayotiga qaytadi va oddiy doimo ishlab kelgan ishlarda ishlashlari mumkin. Keyingi 1-2 yil mobaynida kasalimiz vaqti bilan bizga murojaat qilib, tekshiruvlar o'tkazib turadi. Operatsiyadan keyingi holatingiz qanday? Zo'r hozir, Xudoga shukr. Og'riqlar bormi? Og'riqlar yo'q. Yo'q. Qachon yurishni boshladingiz, turishni? Seshanba kuni operatsiya bo'lgan bo'lsam, chorshanbadan yurish boshladim. Yurishni boshladik. Kateterlarni olgandan keyin siyishlaringiz yaxshi. Siyishlar yaxshi bo'ldi. Bugun trubkalarni olgandan keyin og'riqlar yana Og'riqlar ham yo'qoldi. Endi xotirjam o'zim turib, ovqatimni yeyapman. Yaxshi. Xudo xolasa analizlar ham, bugun topshirgan analizlar ham ancha yaxshi. Yana bir tekshiruvlar qayta qilish kerak. Xudo xohlab nasib qilsa, ertaga uyga javob beramiz. Inshaalloh. Keyingi uyda qilinadigan hamma rekomendatsiyalarni, tavsiyalarni bajarib yuradigan bo'lsangiz, xudo xolasa bu operatsiyani hali ko'rmaganda yo'q ketasiz. Xudo xolasa. Sog'mi? Sog' bo'ling. Rahmat sizlarga ham. Penjaningiz sog' bo'lsin. Xo'p, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Agar sizlarda ham shunday muammolar yoki qarindosh urug'larda shunday bir kasalliklar topilgan bo'lsa, bizni Global Med klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz doimo sizlarga yordam berishdan xursand bo'lamiz. Mening ismim Avasxonov Jaloliddin Fazliddinov, oliy toifali vrach urolog, onkolog, bolalar urolog andrologi, Global Med klinikasida ishlayman. Bizning klinikamizda eng zamonaviy apparatlarda tekshiruvlar o'tkazamiz va operativ va konservativ muolajalarni o'tkazamiz. Global Medical Center. Biz mehr bilan davolaymiz.